Salom hurmatli do'stlar, bugungi mavzuyimiz demak anaerob infeksiyalardan Clostridiumlar guruhiga kiruvchi Clostridium botulinum haqida bo'lib o'tadi. Demak, Clostridium botulinumni o'rganishda mana bu robotlar oilasidan foydalanamiz. Dastlabki birinchi belgimiz rasmning orqa foniga qarasak, binafsha rangda turibdi. Demak, bakteriyamiz gram musbat bakteriya hisoblanadi. Ikkinchi belgisi mana bu pastdagi ko'plab joylashgan yong'oqlar. Bu yong'oqlar bizda doimo bakteriyaning spora hosil qilish xususiyatiga ega ekanligini bildiradi. Endi uchinchi belgisi mana bu gaz maskasi taqib olgan odam. Gaz maskasi bizda obligat anaerob ekanligini bildirardi. Xuddi o'tgan safar o'tgan Clostridium tetani bakteriyasi kabi bular faqatgina kislorodsiz muhitda yashab ko'payardi. Endi keyingi belgimiz mana bu asetil xolin belgisi tushirilgan. Demak, bu issiqlikka chidamli bo'lgan toksin hosil qiladi. Bu toksinimiz nerv tolasi bilan muskul tolasi o'rtasidagi aloqa nuqtasiga ta'sir qiladi. Ya'ni presinaptik membranadan sinaps bo'shlig'iga asetil xolin ajralib chiqishi kerak. Mana shu asetil xolin ajralishni buzadida aynan snare proteinlarni parchalash orqali ta'sir qiladi. Biz o'tgan darsda ham aytgandik, nerv impulslari o'tishini, markaziy nerv sistemasidagi qo'zg'alish mana bu yerda asetil xolin ajratib chiqarardida va ikkinchi neyronni stimullardi. Mana bu ikkinchi neyronimizni stimullashi natijasida bu yerda impuls hosil bo'lardi. Mana shu impuls orqali bu yerdagi skelet muskullarimiz qisqarib o'z vazifasini, funksiyasini bajarardi. Endi mana shu asetil xolin ajralib chiqarishi aynan bizda snare proteinlariga bog'liq edi. Mana shu snare proteinlari tufayli bular ajralib chiqardi sinaptik bo'shliqqa. Endi Clostridium botulinum ajratadigan toksin bu snare proteinlarni parchalash natijasida asetil xolin ajratib chiqara olmaydi va mushak qisqarish qobiliyati yo'qoladi. Bu ikkinchi rasmimizda ko'rsak, presinaptik membranada asetil xolin hosil bo'ldi va bu vezikulalarda to'planadi. Endi shu vezikulalar presinaptik membranadan sinaptik bo'shlig'iga maxsus snare proteinlar orqali chiqariladi. Bu snare proteinlarni mana bu botulinum toksini parchalab yuborish xususiyatiga ega. Va natijada asetil xolin sinaps bo'shlig'iga chiqishi va bundan keyin muskullar qo'zg'atish qobiliyati yo'qqa chiqarilar ekan, mana shu mexanizm orqali. Endi bu bakteriyamizni yuqish yo'li haqida gaplashamiz. Kattalar va kichkinalarda ikki xil bo'ladi. Kattalarda asosan konserva qilingan oziq-ovqat mahsulotlari, turli xil bankalarda mana shu ichki qismda kislorod bo'lmagani uchun anaerob sharoitda bakteriyalar o'sishi uchun yaxshi sharoit yaratilib qoladi va shu joyda rivojlanib bular preformik toksinlarni hosil qilishi mumkin. Agar shu mahsulotlardan kattalar iste'mol qilsa, mana shu GI tract qismiga tushadida, u yerda qon orqali tarqalib, mana shu neyromuskular junctionlarda boradida asetil xolin ajralishni buzish orqali ta'sir ko'rsatadi. Demak, buni mana bu oziq-ovqat mahsulotlariga qarasak, canned food deb yozilgan. Bu demak, mana shu banka yoki turli xil og'zi yopiq bo'lgan shisha idishlar, turli xil konserva mahsulotlardan Clostridium botulinum bakteriyasi ko'payib, keyinchalik yuqishini bildiradi. Endi kichkinalarda, ya'ni chaqaloqlarda qanday yuqadi desak, ularda asosan asal tarkibida mana shu botulinumni sporalari bo'ladi va ko'pincha shu sporalar asal bilan birga iste'mol qilish natijasida bolalarda floppy baby sindromi rivojlanadi. Buni eslab qolish uchun mana bu chaqaloqqa qaraymiz. Demak, bu asaldan mana bu oyisi uni ko'tarib olyapti. Demak, honey turibdi. Bu kichkinalarda yuqish yo'li, ya'ni asal orqali yuqadi. Va natijada bolalarda mana shunday muskullar kuchsizligi, floppy baby sindromi kuzatiladi. Demak, osilgan chaqaloq deb ataladi ham bu.
Endi savol tug'ilishi mumkin. Mana shu asaldagi sporalar orqali kattalar nima uchun kasallik keltirib chiqarmayapti deb. Chunki kattalar sporalarni asal bilan birga yesa, u yerda bakteriyalar rivojlanib chiqadi. Lekin katta odamda mana shu GI sistemasi, normal mikroflorasi yaxshi rivojlanganligi uchun u yerda bakteriyalar o'zini rivojlantirib chiqishi mumkin. Lekin mana shu oshqozon mikroflorasidagi bakteriyalar uning normal mikroflorasi bilan raqobatda yutib chiqolmaydi-da va o'zini ta'sirini kattalar uchun ko'rsata olmaydi. Kattalarda kasallik keltirib chiqarish uchun faqatgina preformit toksinlar bo'lishi kerak. Shu mexanizm orqali kattalarda kasallik keltirib chiqaradi. Kichkinalarda esa asaldan yuqib qoladi sporalarni va natijada mana bu rasmdagi floppy baby chaqalog'ini keltirib chiqaradi. Demak, floppy baby sindromi chaqaloqlarda asosan mana shu asal tarkibidagi botulinum sporalarini iste'mol qilish tufayli kelib chiqar ekan. Demak, kattalar botulizmini o'ziga xos xususiyati, xarakterlik xususiyati, bularda descending paraliz rivojlanadi. Muskullar asetil xolin bilan stimul bo'lmasligi natijasida mana shu muskullar tonusi yo'qoladi-da. Shuning uchun ham bularda flaccid paraliz sabab bo'ladi. Ya'ni tananing yuqori qismidan pastga qarab tushib boruvchi falajlik holati. Shuning uchun ham flaccid paraliz deb ataladi. Endi o'tgan mavzuyimizda biz Clostridium tetanusni gaplashganimizda unda spastik paraliz edi, ya'ni muskullar tonusi oshib ketuvdi. Endi mana bu Clostridium botulinum desa muskullar bo'shashishi kuzatiladi. Ya'ni yuqoridan pastga qarab ketuvchi paraliz. Mana bu robotlarga yaxshilab e'tibor bersangiz, bularni gavdasi egilgan holatda, ko'zlari yumilish arafasida turibdi. Bu aynan 5ta D harfi bilan kechuvchi descending paralizni bildiradi. Ya'ni birinchisi diplopia, ko'z harakatlantiruvchi muskullarda kuchsizlik bo'lishi. Ikkinchisi dizartriya, gapira olmaslik. Uchinchisi disfagiya, yutish refleksi buzilishi. Demak, to'rtinchisi dispneya, nafas olish refleksi buzilishi va beshinchisi descending flaccid paraliz. Ya'ni bunda keyinchalik mana shu qo'l oyoqlardagi paraliz bo'lish natijasida harakatchanlik yo'qoladi. Bemor demak yuqoridan pastga qarab tushib boruvchi paralizga uchrar ekan. Demak, shuning uchun ham buni biz demak descending paraliz deb ataymiz. Endi bunda faqat motor neyronlarni o'tkazuvchanligi buzilgani uchun bu yerda sensor defitsitlar bo'lmaydi. Faqatgina mana shu muskullar tonusi yo'qolgani uchun bularda motor defitsit bo'ladi xolos. Sensori, ya'ni sezgisi yaxshi ishlaydi. Endi shu descending paraliz ekanligini eslab qolish kerak, chunki bizda boshqa bakteriya keltirib chiqaruvchi keyinchalik o'tamiz, Guillain-Barré degan sindrom mavjud. Mana shu sindromimizda ascending paraliz kuzatiladi. Ya'ni pastdan yuqoriga qarab boruvchi falajlik. Demak, yuqoriga qarab rivojlanuvchi asosan oyoqlardan boshlanib tanani yuqori qismlariga ko'tarilib boruvchi paraliz kelib chiqadi. Demak, mana shu botulizmda esa tepadan boshlanib pastki qismlarga rivojlanib boruvchi paraliz bo'lyapti. Demak, mana shu bakteriyani davolashda biz odam botulinum immunoglobulinlari beriladi. Demak, bu shu toksinga qarshi immunoglobulinlar hisoblanadi. Va undan tashqari mana shu botulinum toksini mushakdagi spazmni yo'qotgani uchun turli boshqa maqsadlarda ham foydalanish mumkin. Misol uchun turli xil inyeksiya shakllari mana shu mushaklardagi distoniyalarni yo'qotishda, mushakdagi ma'lum bir ixtiyorsiz qisqarishlarni yoki ko'p terlash, gipergidrozis degan ko'p terlash jarayonini yoki muskular spazmini yo'qotishda foydalanish mumkin. Yoki kosmetik maqsadlarda ham foydalanadi bu. Ajinlarni yo'qotishda mana shu botulinumdan foydalanadi. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.